O'zbek adabiyotining yirik namoyandasi, shoir, yozuvchi, olim va jamoat arbobi Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek 1905-yil 10-yanvarda Toshkent shahrida hunarmand oilasida tug'ilgan. Dastlab eski maktabda, keyin Rus-Tuziya maktabida tahsil olgan. O'rta ma'lumotdan so'ng O'rta Osiyo davlat universitetida o'qigan. Oybek o'z ijodini she'riyatdan boshlagan. Keyinchalik u nasr, adabiyotshunoslik va tarjima sohalarida ham samarali faoliyat yuritgan. Qutlug'qon, Navoiy, Oltin vodiydan shabadalar, Quyosh qoraymas, Bolalik Muso Toshmuhammad o'g'li Oybekning mashhur asarlaridan sanaladi. Oybek Navoiy romani orqali Alisher Navoiyning hayot va ijodini badiiy jihatdan yuksak darajada tasvirlab bergan. Oybek asarlari o'zbek xalqining tarixi, ma'naviyati va milliy o'zligini yoritishda muhim o'rin tutadi. U o'zbek adabiyotini yangi bosqichga olib chiqqan ijodkorlardan biridir. Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek 1968-yil 1-iyulda vafot etgan.